Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga murru abnaakum bisabr. Namozga farzandinglarda nima 7 yashardan buyuringlar dedi. Farzand tarbiyasiga urishlikda faqat tarbiyadan namozga ruxsat bering degan. Vadribuhum bi'ashar 10 yasharda namoz o'qimasa tarbiya uchun uringlar dedi. G'arb falsafasi, g'arb madaniyatini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yaylik. Farzandni urib bo'yida, farzandni haqqi ertaga yo'q. Biz farzandimizni tarbiya uchun 10 yasharda namoz o'qimasa, otaning haqqi, onaning haqqi urishlik. Ya'ni test o'zingizni bir kasal bo'lsangiz borib turib yurib, analiz topshirib kelaychi, jigarim yaxshimikan, pochkam yaxshimikan, qonim yaxshimikan deb test qilyapsiz. Farzandingizni tarbiyasida o'zingizni test qilib ko'ring. Farzandingizni o'tirgizib, bolam Robbing to'g'risida javob bergin menga, Robbingni kim deb bilasan deb test qilib ko'rsating. Ikkinchisi, bolam 5 mahal namozni o'qiysanmi deb. Alloh taolodan qo'rqib o'qiydimi yo ota-onasidan qo'rqib o'qiydimi? Uchinchisi, bugungi kundagi bu o'ta muhim bo'lgan narsalar bo'lib qoldi. Ota-onani haqqi deganda nima deb tushunadi? Tug'dingiz, tarbiyaladingiz, meni yedirdingiz, ichirdingiz, menga infoq qildingiz, pul berib o'qitdingiz deb turib qarayaptimi yoki ya ota-onamni xizmatini qilishligi menga, ota-onam meni haqqimni bermagan bo'lsa ham, meni ya'ni nafaqa qilib tarbiyalamagan bo'lsa ham deb balog'atga yetganda ota-onamni xizmatini qilishligim Robbim buyurgan ibodat deb qarayaptimi yoki ota-onasini ya'ni faqatgina moliyaviy taraflama qarzdorman deb qarayaptimi?